Assalomu alaykum qarindoshlar. Shu boya so'zligimning ikkinchi qismi. Men hozir yana bir narsani sizlarga deyman. U bo'lsa biz necha vaqtdan nurg'un namoyishlarni qildik, nurg'un ishlarni qildik. Ya'ni men demasam sizlar hammanglar bilasizlar, xalq harakati. Biroz uslab qolgandek bo'lib qoldi. Biz yoshlarimizni ümidsizlantirmayli. Bo'libmi yoshlar ümidsizlanmanglar. Xalqni sizlardan kutadigan umidlarini aytacaq. Mayli qanday faoliyat qilinglar, yoshlar o'rninglardan dasturinglar, onalarni, akalarni, otalarni yetaklanglar. Biz sizlarni yetaklayli, butun dunyo yoshlarini yana o'rnidan dasturib ash lager to'g'riliq. Chunki sizlar butun dunyo bo'yicha harakatga kelib, xalq harakatini shunday kelkin qilib qo'zg'atdinglar. Butun jurnalistlar, butun siyosiylar, hukumatlar qo'zg'alib ketibdi. Mana Ostola Xitoy hukumati bir qism odamlarni qo'yib berishga boshlab, biz yana harakatimizni jiddiy davomlashtirsak qolgan qarindoshlarimizni turmlardan, o'limlardan qutultirib keta olamiz deb o'ylayman. Shunga men yangi bir narsani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. U bo'lsa-mu, shunday bir taxtayni masalan bunda bir ilan Xitoylar Gango deydi. Mushuna bir taxtayga, mushuna yerga o'zimizningki xalqimizni qutultirish to'g'riliq bir narsani yezib, anaydi muhim gaplarni yezib, ya lagerni qo'yib berdimdik, yoki vatanimizdan qaytarib berdimdik, yoki boshqa bir nima demdik, lager to'g'riliq naydi muhim gaplarni yezib, aşağıda azroq pulni to'plasak ham bo'ladi. Bir 5-6 ming dollar xashlasak chiqadi. Eng har bir davlatning markaziy shaharlarining ko'rinadigan yerga shu yo'g'on taxtaga e'lon qilib qo'ydirsak. Men o'zim birinchisini boshlayman. E'lon taxtasini chiqirdigan yerlarni izlayapman. Shunda har bir shtatdagi qarindoshlarimiz pul to'plab, e'lon shirkatini izlab tepib, e'lon chiqirdigan insonlar xalqni qo'zg'ashning bir usuli. Hamda biz siyasi olan bütün dünya halkı qo'zg'alishi kerak. Uyg'urlar shunda bütün dünya halkı qo'zg'alib qutuldirishga ehtiyoji bor ham shu bosqichga keldi. Bunda qirg'inchilik yer sharida yo'q hozir. Hamma yerda urush bo'layotgan yerlarda qirilayotgan odamlar bir-biriga tang etishib qirilyotdi. Bizning untinsiz akirib tirik ko'milyotdi, o't ko'ydirilyotdi, o'pki yurakları import eksport qilyotdi. Qizlarimiz dafsanda qilinyotdi. Narsidi bolarimizning ish azayini setyotdi. 7-8 yaşlı kızlarımızı yapıp nimelerni kılıvatıdı, setyotdi. Biz muşundak vahşi qirg'inchilik, untinsiz dori o'qillar bilan qirib tashlash, hem saran qilib o'tish, hem ochliqdan, hem qiynash mushundak qirg'inchilik bo'layotgan ekan. Inat jinim qarindoshlarim, yetarlik emas. Dunyoning harakati yetarlik emas. Sözlügen qarindoshlarimiz va onda qilishimiz kerak, o'zimiz qutuldirishimiz kerak, o'ttirib chiqish. Biz shu o'ttirib chiqadiganlarning hamma omillarini qilishimiz kerak. Shuni qilish uchun biz qanday qilishimiz kerak? Yo'l tepishimiz kerak. Yo'l tepishimiz uchun biz qanday qilishimiz kerak? Siz degan, biz degan fidokorlik, jangovarlikka o'tish uchun biz yol tepish uchun mushundoq oldi bilan butun dunyoni uyg'otishimiz kerak. Dunyodan o'zimizning qopqimizni ichishimiz kerak. Shu qopqilarni ichish uchun mush harakatimizning yana mush bir qismini men shunda deb qarayman qarindoshlar. Mushundoq o'xshamagan harakatni ben bugun mushunda yo'g'on e'lon taxtasini yasab, bir odam ko'rdigan yerlar e'lonni chiqarsak, xalqni qo'zg'aydigan foydasi bor. Shu shtatdagilar, davlatdagilar, shahardagilar mushu e'lon shirkatini tepib, mush ishni qilib baqsaq deb sizlarga hammalarga shuni tavsiya qilaman. O'zim birinchisini qilib sizlarga videoda so'zlab evatiman. Hammanglarning Ramazoningiz muborak bo'lsin. Xudoyim tilaklaringlar ijobat bo'lsin. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Rahmat.